o'zi hozir Moskvani sentriga biz o'qishlarimiz hozir tugadi. 8 gacha o'qishga bo'ldik. 114 tami 114 ta biznes partnyorlar birga o'qidik, birga turdik. Rezultatlar zo'r bo'ladi, Xudo xohlasa bunaqa обучениyadan keyin. Endi Moskvani sentriga sayr qilib ketyapmiz mana Gulnaz opa bilan. Gulnaz opa bizani mana biznes partnyorlarimiz. Bujon qalay bo'laykan? Shu turishga ham keldiz-a mana Gulnaz opalar. Assalomu alaykum da. Gulnaz opa o'zlari biznesmenlar mana. Ko'rib turibsizlar. O'zlarini stроительный firmalari bor. Shu turishga ham ikkinchi biznesni mana o'rganyaptilar. Shahdam qadamlar bilan biznesni olib boryaptilar-da. Sayroxon katta rahmat. Harakat qilaman. Sizga birinchi o'rinda minnatdorman. Qayerga bo'lsa meni yetalaysiz, mashinangizda olib borasiz. Mana shu yerda bugun обучение bor deb meni turtqilab turasiz, emotsiya berasiz. Juda ham katta rahmat sizga. Mana sizlar qaranglar. O'chdimi? Rostdan hozir mana sentriga biz ketyapmiz o'qishdan. Gulnaz opa mana 2 kun bo'ldi ko'zlarini operatsiya qildirganlari. Shu turishga ham yo'q demay, sразу уже men o'rganishim kerak, bu o'qish menga kerak dedilar-yu, bir ovozdan o'qishga keldilar bugun. Allohim ish qilib qilayotgan ishlarimizda barakali, xayrli qilsin, rezultatlarga erishish, hammani hayotini o'zgartirish bizga ham nasib qilsin.